Hazreti Aysa tog'dan tushganda top kishilar uningga agishib mangdi. Mahav kesli giribdor bo'lgan bir kishi Hazreti Aysoning oldiga kelib, tizlanib, "Taqsir, agar xohlasangiz, meni keslimdan saqaytib pok qilg'aysiz", dedi. Hazreti Ayso uningga qo'lini takkizib turib, "Xohlayman, pok bo'g'in", dedi. Bu odamning badinidagi mahav kesli shu an saqaydi. Hazreti Ayso uningga, "Hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligini ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahav kesildan saqayganlar qilishga tegishli qurbonlikni qil", dedi. Hazreti Ayso Kapernaum shahriga borganda, Rimlik 105 uning oldiga kelib, shafaat tilab, "Taqsir, chokirim palash bo'lib qoldi. Nihoyatda azob ichida uyda yotidi", dedi. "Men berib, uni saqaytib beray", dedi Hazreti Ayso. 105: "Taqsir, uyimga kelishingizga arzimayman. Faqat bir og'iz so'z qilib qo'ysangiz, chokirim saqayib ketadi. Meningmi ustimda boshlig'im, qo'l ostimda lashkarlarim bor. Birga bor desam bordi, birga kel desam keladi. Chokirimga bu ishni qil desam, u shu ishni qiladi", dedi. Bu gaplarni anglab, hayron bo'lgan Hazreti Ayso billi kelganlarga, "Bilib qo'yinglarki, bundaq ishonchni Isroillar ichida uchratmagan edim. Sizlarga shuni aytayki, Mashriq va Mag'ribdan nurg'un Yahudi emaslar kelib, Arishning podshohligida ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqublar bilan bir dasturxonda o'tirdi. Lekin Arishning podshohligining rasxo'rlari bo'lgan nurg'un Yahudilar tashqirga, qorong'ulikqa haydilib, u yerda hasratda yig'lab, tishlarini g'uchurlatdi", dedi. Ondan 105ga, "Uyingga qayt, ishonganingdek bo'ladi", dedi. Ilqi chakorning kesili shu an sallamaza saqayib ketdi. Hazreti Ayso Petrusning uyiga borganda, Petrusning qiynonisining qizitmasi o'rlab, o'rin tutib yetib qolgan edi. Hazreti Ayso uning qo'lini tutishi bilanla qizitmasi yelib ketdi. U ayol darhol o'rnidan turib, Hazreti Aysoni kutishga boshladi. Qorong'i tushganda, kishilar jin chaplashgan nurg'un odamlarni Hazreti Aysoning oldiga elib kelishdi. Hazreti Ayso bir og'iz so'z bilanla ulardagi jinlarni qo'g'lavatdi va kasallarning hammasini saqaytdi. Bunun bilan Yashaya payg'ambar orqali uqtirilgan og'riq islohlarimizni u ko'tirdi, kasallarimizni ustiga oldi degan so'z amalga oshirildi. Hazreti Ayso atrofiga olishib olgan kishilarni ko'rib, shogirdlarga ko'lning u qetiga o'tib ketishni buyurdi. Shu chaqda Tavrat ustozlaridan biri kelib uningga, "Ustozim, siz qayerga bormang, men sizga ergishib boraman", dedi. Biroq Hazreti Ayso uningga, "Tulkining o'nkiri, qushning uvisi bor, biroq inson o'g'lining beshini qo'yg'idek yerimi yo'q", dedi. Yana bir shogirdi Hazreti Aysoga, "Ustoz,
Atam ölüp onu yerdeki koygucu kütüp, ondan sizge ekşeyçu, dedi. Hazreti İsa onunla, bana egeşkin, ölgenlerini ruhi ölükle özleri yerdeki koysun, dedi. Hazreti İsa kemiga tushdi. Shogirdlarimi tushib bilimangdi. Ko'l ustida ushtum tut qattiq bo'ron chiqib ketgachga, to'lqinlar kemidan halqib ketdi. Bu chog'da Hazrati İsa uxlayotdi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, g'arq bo'lish oldida turimiz. Bizni qutuldiraysiz", dedi. Yemanchi qo'qqisini ishonchinglar yemi degan ojiz, dedi Hazrati İsa va o'rnidan turib, bo'ron chopqin va to'lqinlarga buyruq qildi. Shuning bilan bo'ron va to'lqinlar butunlay tinchidi. Shogirdlar intayin hayron bo'lib, bir-biriga "Bu zodi qandoq odamdu? Hatto bo'ron va to'lqinlarmi uning gapini anglaydigan ha?" deb ketishdi.